O'g'limiz soat ertalabki 4dan keyin uxlashni uyat deb hisoblaydi shekilli. Tagligini toza tutishni ham. Dadasi ozgina bo'lsa ham uxlab olsin deb bolamni ko'chaga kalaska bilan aylanib kelishga olib chiqib ketdim. Kalaskada uxlashni rosa yaxshi ko'radi. Qaytib kelganimdan keyin Timur bilan kiyinib, birinchi o'zimiz chiqishga tayyorlanib, keyin bolani ham kiyintirib, sumkalarini tayyorladik. Chunki Imronning massaji bor edi. Даже 2 oylik bola ham massaj olyapti. Biz esa hali ham yuribmiz belimiz sinishini kutib. Imron massaj olayotgan payti boshimni qo'limga qo'yib uxlab qopman. Suvlilarim oqib qopti. Prям uyg'onsam, basharamda kiyimimni o'zi qolib ketibdi. Doktor ham Timur ham rosa kulishdi ustimdan. Uyga qaytib kelishim bilanoq makiyajimni qilib, yuzimni odamga o'xshatishga harakat qildim, chunki kechqurun boradigan muhim tadbirimiz bor edi. Bolani buvisi va dodasiga qoldirib, o'zimiz Energy BI'ni tayyor bo'lgan flagman proyektining kalit topshirish marosimiga yo'l oldik. Bu Mirzo Ulug'bek rayonining yuragida, Muhammad Yusuf ko'chasida joylashgan Business Plus proyektlardan bittasi. Bu yoqda o'zi 80 ta kvartira bor bo'lsa, ulardan 20 tasi qolgan xolos. Sotuv polностью yopilmasidan oldin shu proyektga e'tibor qaratishingizni maslahat qilgan bo'lar edim, chunki Toshkentdagi eng zo'r lokatsiyada joylashgan. Undan tashqari uy уже tayyor, kalitlar topshirilmoqda, kvartiralar esa kam qolgan. Timur ikkalamizga bu proyekt shunaqangi yoqdiki, Xudo xohlasa niyat qilib qo'ydik.